Arkadaşlar bugün davolamayotganimizga mana 14 kun bo'lib qolibdi. 14 kun oldin zo'rg'a yetaklab o'g'lim olib keluvdi mana. Xudoga shukr, hozir 60-70%ga ancha o'zgarishlar bor, yaxshi. Quvvatga to'lyapmiz, oshqozon, jigar osti bezlar hammasi joyiga kelyapti. Bosh aylanishlar qoldi ancha, yaxshi. Ishtahalar yaxshi. Uyqular ham yaxshi bo'ldi mana. Avvalambor Allohdan shifo so'radik mana shu. Jamshid akamiz sababchi bo'lib dardimizga shifo beryapmiz, Xudoga shukr, rahmat. Sizga ham rohatingiz bo'lsin, bolalaringiz bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Rahmat shunchalik duolaringiz uchun ming rahmat, mana yaxshi bo'ldik, Xudoga shukr. Hayollar ham yaxshi. Hayollar joyiga tushyapti. Bosh aylanish, har xil sharpalar bor edi. Ko'zda chapga qarasam sharpalar ketdi pastdi. Yaxshi, Xudoga shukr. Ertalablar yaxshi turyapman. Uyqular yaxshi. Shunda ishlarni ham o'zi boshlabsiz, ha? Ishni boshladim, xudo xohlasa. Kecha bittasi o'tgan kun qo'shnimizga chiqadigan ishladim, Narvaliga chiqib qo'rqmasdan. Kecha mana bugun chala qo'yganmiz, uni ham borib ishni tugatishim kelyapti. Hozir qo'lda. O'zimiz elektrikimiz, mana Xudoga shukr, qo'llar tiklanyapti, qo'l og'rirdi. Sanki charchab qolardi. Yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh shifoga komil bersin. Rahmat shunchalik. Rahmat, salomat bo'ling. Shunchalik meni dardimga shifo berdingiz. Anchadan beri qiynalib yurardik, 7-8 yildan beri, Xudoga shukr. Yani shu joyiga kelyapti organizmlar. Shifo Allohdan, endi biz sababchi. Allohdan avvalambor mana Xudoga shukr. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.